Arvohlar. Sho'ro saylovidagi xotiralardan. Ma'ruzachi kun izg'iriq bo'lishiga qaramay, hammomdan chiqqanday bo'g'riqib, terlab pishib doklat qilib yotir. Og'zidan chiqqan hovur soqol mo'ylovlariga yopishib, burunlarini laylak qo'ngan minoraday oqartirgan. "O'rtoqlar", dedi u. "Bizning oldimizda juda ham sergaklik talab qiladigan bir maraka. Sho'rolarga qaytadan saylash marakasi turadi. Qishlog'imiz obod bo'lsin, xo'jaligimiz ko'tarilsin, maktab ma'rifimiz avjiga minsin. Dehqonchilikni yangi madaniy usulga ko'chiraylik. Chor atrofda to'kis tugallik bo'lsin desalaring. Saylaydigan kishilaringni nemiqdor tanlab, tishga urib ko'rib saylanglar. Kelasi hisob vaqtida kamchiligimiz ko'p bo'ldi deb ko'zni lo'q qilib, burnini tortib o'tiradigan so'qtalarning keragi yo'q. Haloyiq, o'zlaring axir tanalaringga o'ylab ko'ringlar. Mana biz o'tgan gal saylab qo'ygan ulug'laring, shu choqqacha dehqonlar, qishloq fuqarosining yarasiga malham bo'lib kelamiz. Bosmachilar bilan atayin sizin deb qon to'kishdik. Hay qora ko'zlar, sani xudo aytinglar. Hay Masayid, sen ayt. Mamajon, sen ham o'z bilganingni ochiq gapir, birodar. Yana qaytarib aytaman. Hay qora ko'z fuqaro, hay tovutkash haloyiq. Birimiz aka, birimiz uka. Alhamdulillah. Shu kungacha tuzingizni ichib tuzlig'ingizni bulg'amadik. Rayondagi ulug'larimiz ham shu vajhdan sizning qishlog'ingizda sho'ro saylovini o'tkazmoq uchun komissiya qilib sayladilar. Tag'in ba'zi bir birodarlarning ko'ngliga so'z kelmasin. Men bu gaplar bilan bizni qaytadan saylanglar demayman. Har holda saylanadigan kishi kim bo'lsa bo'lsin, bizday ish ko'rsatsin deyman. Albatta ruhoniylar, savdogarlar sho'raga o'tmaydi. Lekin mana bunga qarang, besh panjasini ko'rsatib. Qaysi birisini tishlasam ham og'riydi. Etni tirnoqdan ajratib bo'ladimi? Bir vaqt savdogar bo'lgan gunohi nima? Domla ishon bilan hozir iymoni susayib bolshevik bo'lsa nima qilasiz? Tish kovagidan kir qidirib qoralash ma'qul emas. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal. Labbay o'rtoqlar, bir-birimizni suyaylik. Mana mening so'zim shuning bilan tamom. Eng oxirgi so'zimda shuni aytamanki, yaxshilik o'zimiz o'rtoqlar. Ma'ruzachining uzundan uzoq bu nutqini dehqonlar, qishloqning kambag'al ommasi g'ijinib o'tirib tingladilar. So'z tugashi bilanoq ko'pchilik o'rtasidan to'polon chiqa boshladi. Faqat orqa tarafdan ko'tarilgan g'ovur-g'ovur to'polonni bir nafasga jim bo'lishga majbur qildi. 500 lab yig'ilgan dehqonlar hammalari birdan orqalariga aylanib qaradilar. Hayhot, 2 galvars tana, 2 g'ildirak vujud, bir eshon, bir domulla imom xadimga boradigan qadamlar bilan majlisga tashrifi qudum qilgan ekanlar. Majlisga yig'ilgan batrak, chorkor, kambag'al dehqonlar o'rtasida g'alayon ko'tarildi. Hamma o'rnidan turib, bu kutilmagan qadrli mehmonlarni majlisga kirgizmaslik uchun so'zlar edi. "Yo'qoling aldamchilar, bizning majlisda sizga o'rin yo'q. Siz muttahamlarga bu yerga kelishga kim ijozat berdi? Siz bizga kerak emassiz." Majlisning to's-to'poloni chiqib, buzilishga yaqinlashdi. Yuqorida o'tirgan saylov qo'mitalari goh stolni urib, goh qo'ng'iroq chalib, kambag'allarni tartibga chaqirar edi. Oxiri oldinda kelayotgan ishon butun dehqonlarga qarab qo'lini yuqori ko'tardi. "Sabr qiling birodarlar. Bilamiz, bu kambag'allarning majlisi. Bilamiz, bu yerga bizning kirishga hech haddimiz yo'q. Lekin bizning bu yerga kelishimizdan boshqa bir sir bor", dedi. Hamma o'tirganlar bilish uchun jim bo'la boshladilar. Har ikki ola bayroq to'n, dangal sallalar oldinga o'tdi. Oq soqolli ishon qiblaga qarab qo'lini ochib duo qila boshladi. "Ilohi Parvardigoro, shu o'tirgan qora ko'zlarning o'z qatorlaridan judo qilmagin. Dini islomga madad ato qil. Yerimizga baraka kirg'iz. Amin. Allohu akbar." Fotihani yuziga tortdi. Bunga yonidagi imom ham qo'shildi. Prezidium o'rnida o'tirganlardan 2 nafar kishi ham o'zlari istamagan holda Fotihaga qo'shilib qo'ydilar. "Qo'zichoqlarim", deb davom etdi u.
oqibatini kutib jim. Biz, men va yonimdagi birodarim domlani ko'rsatib, bundan 7-8 yil ilgari o'lib ketgan kishilarning arvohlarimiz. Biz tiriklik vaqtimizda hukumat ishlariga juda qiziqar edik. Birimiz qozi, birimiz a'lam bo'lib, sizning singari go'l fuqarolarni laqillatishga, sizni aldab, mol va dunyo orttirishga urinar edik. Bizning butun muddaomiz sizday kambag'allarning ko'zini bo'yash, din, musulmonchilik va boshqa xurofotlar bilan aldab yemoq edi. Vaqtikim sizga o'xshash kambag'allarning kuni tug'di. Hukumat sizlarga o'tdi. Bizning butun qiliqlarimizning jazosini berdingiz. Sirlarimizni ochdingiz. Majlislaringizdan quvdingiz. Shuroga haqsiz qildingiz. Bizga bu dunyoda turish mahol bo'lib qoldi. Biz o'ldik. Mana 7 yildirkim qora yerning bag'rida ilon chayonlarga yemish bo'lib yotmoqdamiz. Shuncha vaqtlardan buyon biz atigi bir kunni, faqat shu bugun juda haddan ziyod xursand bo'ldik. Xudo o'z kalomida keltiribdiki, val aqat karramno bani odama, ya'ni odam bolasi xor bo'lmaydi. Sizlar bizni harchand hukumat dardida haydasalaring ham oshna og'ayni, yor birodarlarimiz, qavm qarindoshlarimizdan ajratganlaring yo'q. Biz bo'lmasak o'g'illarimiz, nabiralarimiz hukumat ishlariga aralashib, bizga har vajhdan ancha osoyishtalik keltirmoqdalar va xususan biz shu o'tirgan kambag'allardan juda xursandmiz. Hatto bu xursandligimizni o'z og'zimiz bilan aytmoq uchun har ikkovimiz go'rdan chiqib majlisingizga keldik. Sizlar, bizlar va bizga o'xshaganlarni majlislaringizdan chetlatganlaring bilan o'g'illarimizni saylov qo'mitasiga kotib qilib saylabsiz. Biz nega xursand bo'lmaylik? Qo'li bilan ko'rsatib, mana shu o'tirgan hozir sizga nutq so'ylagan mulla Abduhakim, kamina mulla G'iyos Ishonning o'g'li. Qishloqma-qishloq choyfurushlik qilib zerikganidan keyin mening kasbimni tutib 4 yil ishonlik qildi. Qanday bo'lgan, nima bo'lgan, otam kim deb aytgan, xabarim yo'q. Sizni aldaganmi? Siz o'zingiz ishon bolasi bo'lishini bila turib shunday qilgansizmi? Undan ham xabarim yo'q. Har holda bugungi majlisingizga rais va notiq bo'lib saylanibdir. Hammachim yana qanday sirlar oshkora bo'lishini kutadi. Ishon so'zda davom qiladi. Mana bu o'tirgan majlis kotibini ko'rsatib, mulla Xolmat qori kim? Bu yonidagi domlani ko'rsatib, janob Qayum Sofning o'g'illaridir. Qayum Sofi xalqqa qarab iljayadi va ta'zim qiladi. Mulla Xolmat qori ilgarida otalarining kasblarini tutib domlalik qilar edilar. Jindik duoxonlikda ham xabarlari yo'q edi. Bultur shuroga haqsiz qilibsizlar deb eshitib, biz juda xafa bo'lgan edik. Nima bo'libdirki, bu yil saylov qo'mitasining kotibi qilib saylabsizlar. Bu vajhdan Qayum Sofi bisyor xushnud bo'ldilar. Har ikkov qilgan yaxshiligingizdan terlarimizga sig'may, sizga qo'sha-qo'sha qulluqlar qilamiz. Ishon so'zini tugatib, har ikki arvoh xalqqa qarab ta'zim qildilar. Dehqonlar o'rtasida qiy-chuv boshlandi. Hamma saylov qo'mitasida o'tirgan Abduhakim G'iyosov, Xolmat qori Qayumovlarga qarab, "Yo'qolingiz ifloslar, bizning ko'zlarimizni bo'yay olmaysizlar. Bu kambag'allar sho'rosi, sizga bu yerda o'rin yo'q", deb saylov qo'mitalarini majlisdan quvib chiqardilar. Majlisni olib borish uchun qishloq kambag'allardan odamlar ko'rsatdilar. Majlis ilgaricha davom qila boshladi. Nimagadir har ikki arvoh majlisni bemalol tinglar edilar. Majlis tugadi. Prezidiumda o'tirgan kishilardan biri majlisdan so'ng haloyiqqa qarab, "Birodarlar, tarqalmanglar. Hozir sizga bir pardali teatr qo'yib beriladi", dedi. Haloyiq o'rnidan qo'zg'almadi. Shu topda har ikki arvoh yuqoriga chiqarildi. Yana ikki korchalon yuqoriga chiqib, ularni yechintira boshladi. Butun soqollar yasama, to'n omonat, salla garovga olingan bo'lib, ikkita batrak yigit bu hangomani yasagan majlisga arvoh bo'lib kelgan ekan.
qiyqiriq, chapak, ura-uralar bilan dehqonlar tarqaldilar. Abduhakim G'iyosov, Xolmat qori Qayumovlar Kambag'allar shurosidan shunday ajoyib nazokat bilan haydaldilar. 1928-yil